qimirlatmay. Kimni unitazidan suv ketmay, ichini bosib eski bo'lgan bo'lsa, hozir tozalash yo'lini ko'rsatamiz. 2 litr kislota bilan buni yechimini qilib beramiz. Unitazining ichini hozir sizga ko'rsatamiz. Unitazining ichi mana nakit bosib torayib ketgan ichi. Mana shuni hozir yangi holatga keltiramiz. Buni solyanniy kislota, faqat solyanniy kislotadan ishlatishdan oldin qo'lga обязательно перчатка, maska iloji bo'lsa, keyin ichidagi suvni hammasini olish kerak. Suvni ichidagi suv bilan buni quysangiz, uni dozasi pasayadi. Mana hozir quyamiz, reaksiyasini ko'rasiz. Endi ozgina kutiladi. O'zi reaksiyaga kirishib ko'pirib mana tepaga chiqyapti.